Akamni yoshligimdan bilsam ham unga o'xshashga harakat qilmaganman. Chunki u boshqacha edi. O'zini dunyosi bor edi. O'zini qonun qoidalari. U hech kimga o'xshamas. Hech kimdan maslahat so'ramasdi. Hayoti ko'chada, ishgalda yoki zalda o'tardi. Uyga kech qaytar, kam gapirar, lekin har bir harakati bilan erkak bo'lishni ko'rsatardi. Kela qolmaysanmi? Bo'lki. Kutib qoldi-ku. Men esa uni jim turib kuzatardim. Ichimda bir savol bo'lardi. U shu hayotidan qachon charchaydi? Lablari jim. Shahzod, kech payt vaqting qanday? Tinchlikmi? Bitta razbor bor. Borib kelaylik. Bo'ldi, gap yo'q. Tugatib olaylik. Bir kun akamning muammosi eshigimiz tagigacha yetib keldi. Avval ishonmadim. Keyin akam kimdandir qarz bo'lib qolgan ekan. Oddiy qarz emas. Uyquni qochiradigan darajadagi qarz. Chaqir akangni menga. Baqirmang aka. Pulni qilib berasizlarmi yo'qmi? Menga qarang, baqirmang. Hay, nima gap? Nima shovqin? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Muhammad Amin adasi siz bo'lasizmi? Ha, menman. Baraka topkurlar. Iltimos sizdan pulimni beringlar. Pul? Qanaqa pul? O'g'lingiz mendan katta qarzi bor. Menga qarang, baqir-chaqir qilmang aka. Shu rostmi? Qancha? 70 ming. 70 ming? Agar pulim bermasanglar tegishli joylarga yozaman. Menga qarang, ko'p gapirmang. Shoshma. Men hozir. Menga qarang, o'zimiz hal qilamiz deb aytdim sizga aka. Otam yillar davomida peshona teri bilan yig'ganlarini olib chiqdilar. Onam esa orzu-havas bilan yig'gan tillalarini, keyin kerak bo'lib qolar deb asrab yurganlarini shunchaki olib chiqib berdilar. Bu juda og'ir vaziyat edi. Uy jim bo'lib qolgandi. Hamma tushunardi, lekin hech kim gapirmasdi. Akam hammasini ko'rib turardi. Boshini egdi xolos. O'sha payt u hammasini ichiga yutdi. O'g'lim, men seni ne umidlarda katta qilgandim. Erkalatdim. Yelkamga o'tkazib, yeganing oldingda, yemaganing ketingda. Biron marta bo'lsa ham og'ir ish qildirmadim senga, bolam. Biron marta ham. Nimagaligini bilasanmi? Ha? Shu bolam katta bo'lsa, qaragan chog'imda yonimga kiradi. Og'irimni yengil qiladi deb o'ylagandim. Senchi ikkita odamning o'rtasiga tushib, unga kafil bo'lib birovdan qarz olib beribsan. Oxirida bo'lsa, hamma balo seni boshingga keldi. Onang ikkalamiz bor bisotimizni yig'ib turib birovni qarzini to'ladik, bolam. O'g'lim, shuning uchun bundan buyog'iga aqlingni yig'ib, yonimga tush. Sen, ukang, men, onang hammamiz bir tan, bir jon bo'lib mana shu vaziyatdan chiqib ketishimiz kerak. Tushunyapsanmi? Chiqib ketishimiz kerak. Tushundim ada. Ho'p bola, bundan buyog'iga aqlingni yig'ib. Yig'ib aqlingni. Kechiring ada. Bolam ketdik, kech Oyi. bo'lib ketdi. Shoshmay turing. Keling, sizga gapim bor. Tinchlikmi? Gapir. Opa, meni kechiring.
necha yil orzu havas bilan yig'gan tillalaringiz bitta o'g'lingizni xatosi deb sotilib ketdi. Tilla topiladigan narsa bolam. Sani qayerdan topaman? Opa, men o'zgardim. Yo'q, rostdan aytyapman. Ko'p narsani tushundim. Haqiqiy do'st ota-ona bo'lar ekan. Siz bilan adamga kattakon rahmat oyi. Men uchun sotilib ketgan tillalaringiz hali minglab 10,000 baravar bo'lib qaytib keladi oyi. Sizlarni yaxshi ko'raman oyi. Ha, bolama, ke o'zimga. Men o'zgardim oyi. Hali ko'rasiz. O'g'lingiz minglab odamlar duo qiladi. Xudo xolasa bolam. Ilohim niyatlaringga yetgin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman seni. Akamda boshqa odamlarda topilmaydigan xislatlar bor edi. U boshqalarning muammosini xuddi o'zini muammosidek qabul qilardi va yechim qidirardi. Mo'ykachiga kurtkasini berardi, sovuvda qolsa, ovqat dastlabki qilsa kuryer bilan birga ovqatlanardi. Hamma pulingizni berib yubordingiz-ku, kurtkani nimaga berdingiz? Ko'rmaysanmi? Sovda yosh bola ishlayapti. Shu ham oilasiga qarashyapti. Baraka topsin. Ketdimi? Qaysi kunga o'tdingiz aka? 16-kunligi bo'lsa yaxshi aka. 16-kunga? Aha, necha kishi? 5 kishi 5 kishi. Hop. Qanaqa paket xolo o'tdingiz? luks paket xolayapmiz. Lyuksa? Bo'l. Bugun to'lov qilasizmi? Bugun to'lovini qilamiz. Hozir narxini chiqazib beraman. Zilolaxon, Labbay. bu yoqqa qarab oring. Labbay Muhammad Amin Avazovich. Bularga 5 kishilik lyuks paketdan hisob kitoblarini qilib bersangiz, Xo'p bo'ladi. bular hal qilib beradilar, hop. Nima? Men hidiga o'tdi? Nimani hidi ekan? Voy, tavba, nima qilsan? Madraxiga o'tdi. Ajoyibsan-a. Sizdan o'tdi-yu. Nima meni hidlaysan? Nima sasvonmanmi? Rayhonni hidiga o'tdi jonim ona. Uf, jinni. Haziling ham bor bo'lsin, o'zimni hazilkashim. Jinni sani. Charchamadingizmi? Yo'q, bugun mijozlar ko'p bo'ldi, bolam. Yaxshi-yu. Hali ko'rasiz, hoya. Shunaqa qilamiz. O'zbekistonning nomer 1 bo'ladi. O'zimizdan samolyotimiz bo'ladi. O'sha samolyotda faqat bizning mijozlar bo'ladi. Hamma joyda qizil kiyimda bizning ziyoratchilarimiz bo'ladi. Voy, Xudo xolasa bolam. Seni yaxshi ko'rgan konfet. Men diyetadaman u. Men uchun ham yemaysanmi? Bo'ldi, xafaman sendan. Akam ishga shu darajada sho'ng'ib ketdiki, Safo Marvani cho'qqiga olib chiqqunimcha to'xtamayman derdi. Rostdan ham uni minglab odamlar duo qilishardi. U har bir safarga ketayotgan mijozni xuddi o'z ota-onasini safarga jo'natayotgandek jon kuydirardi. Devanayman yor ishqingdan devanayman ado qildi yurak bag'rim vayronayman devanayman yor ishqingdan devanayman ado qildi yurak bag'rim vayronayman Aka. Turing,
Vapshi kech bo'lib ketdi-yu, hamma ketib bo'ldi. 2 kundan beri uxlamaysiz. Ozgina uxlab olsangiz-chi? Boraman. Uyga borib uxlasangiz-chi, aka. Ertalab soat bog'likdan anu gruppani jo'natishimiz kerak. Bilmayman, keyin gruppani ham dokumentini to'g'rilash kerak. Aka yuragiga nagruska bo'ladi, uxlamayapsiz. Uyga borib uxlang, xo'p? Xo'p dedim-u. Sen borur. Uyga kirib 1 soat uxlab olaman. Bo'pti, men ketdim. Uxlab oling. Ertalab ko'rishamiz. Ko'rishamiz, xo'p. Oyi, ada, hamma yig'ilib bo'ldi. Ha, hamma yig'ildi. Akang qani akang? Bilmadim, telefon qilsam ko'tarmayaptilar. Ko'tarmayotganmish. Menga qara, bor, gruppani oldida bo'lib tursan. Bor. Xo'p. O'zgargan deysan, hech narsasi o'zgarmagan buni. Mas'uliyatsiz. Shuncha odam yig'ilib turibdi-yu, u bo'lsa yo'q. O'sha kuni adam akamdan juda qattiq xafa bo'ldilar. Bu mas'uliyatsizlik emas edi. Bu Muhammad Amin aka. Adajon telefon qilyaptilar. Muhammad Amin aka. Muhammad Amin aka. Muhammad Amin aka. Muhammad Amin aka. Adajon telefon qilyaptilar. Yo'q. Muhammad Amin aka. Ko'zingizni oching. Yo'q. Ko'zingizni oching. Yo'q, Muhammad Amin aka. Yo'q, meni qo'rqitmang. Yo'q, ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Bolaga nima deyman? Labbek, yana akam o'shanda 3 kun ketma-ket uxlamadi. Odamlarni umraga jo'natishim kerak dedi. Lekin 3-kun uxladi-yu, uyg'onmadi. Yuragi to'xtab qoldi. Bolajonim. Bolam. Muhammad Aminim. Bolam. Men akamga o'xshashni xohlamasdim. Chunki u ota-onamni qiynaydi deb o'ylardim. Endi bilsam, xohlasam ham akamga o'xshay olmas ekanman. Chunki u faqat ota-onamni emas, boshqalarni ham o'ylaydigan odam ekan. Xolalarim ham ishli bo'lib qoladi, tog'alarim, amakilarim, ammalarim ham oyoqqa turadi deb hazil qilardi. Lekin u hazil emas, niyat ekan. U o'zgarishni uddalagan odam edi. Men esa bu darajada yaxshi bo'la olishimni bilmayman. U ko'cha hayotini emas, uydagilarni tanladi. Ota-onasini jonini fido qilgudek sevdi. U ketishdan oldin bitta narsani isbotlab ketdi. Inson umrini oxiri yetmaguncha o'zgarishi mumkinligini. Axir aytishadi-ku, dunyoni o'zgartirishni xohlasang, avval o'zingdan boshla deb.